Assalomu alaykum teletomoshabin do'stlar, Друзья Records yana sizning xonadoningizda. Приветствуем вас, друзья! Сегодня у нас гостья, которая покорила сердца миллионов своей искренностью, неповторимым тембром и глубоким исполнением. Albatta, bugungi mehmonimiz elimizning suyukli san'atkori, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Lola Ahmedovani taklif qilganmiz azizlar. Demak, biz boshladik. Marhamat. O'rganimda alamimni olaman, olaman. Qo'limdan kelmaydi seni sevmaslik, seni o'ylamaslik. Yurakdan chiqqan so'z yoki kuy yurakka yetib boradi deydi. Bizni injiq san'atkor deyshadi-da, injiq ijodkor, sizga yoqmaydi unaqa qo'shiq. Va albatta men u qo'shiqni sevib ijro etganimdan keyin muxlisga yetib boradi. Sizda ham bormi? Unda xotirjamman. Shirin so'zim aziz onam.